hali ham cho'joy sharlaringiz zo'r tushgan yo'q-ku. Men sizga bu safar shunaqangi zo'r narsa topib qo'ydim. Cho'joyingiz reskalarini har taraflama zo'rlab qilib beradi. Videoni oxirigacha ko'ring va uni nimaligi, qanaqangi ishlashini men sizga ko'rsatib beraman. Xo'p akalar, umuman cho'joylarning reskasiga yaxshi tusha olmaydigan odamlar uchun yaxshi bitta trenirovichniy trafaretimiz bor. Ya'ni bu qanaqangi ishlaydi? Buni ya'ni siz luzaga to'g'rilab, o'zini mana bunaqangi teshiklari bor, tosh turadigan. Luzaga teshiklarini to'g'rilab, ya'ni yopishtirib olasiz. Do'st nimaga? Stolga va uni misol uchun liniyaga kirasiz. Mana shu uradigan sharingizni mana shu oq tochkaga to'g'rilab olib borib berishingiz kerak bo'ladi va u avtomatik luzaga kirib ketishi kerak bo'ladi. Ya'ni mana shuni qanchalik to'g'ri bajarsangiz, bu 100% kiradigan geometrический uslub. Bu 100% hop yana liniyani ko'rdik. Liniyaga yana kirdikda. Yana uraveramiz, kirib ketaveradi. Xo'p, agar sizlarga ham shu mahsulotimizdan kerak bo'ladigan bo'lsa, mana direktor orqali murojaat qilaverasizlar va o'zini обязательно mana instruksiyasi chiqadi, tochkalari va o'zini skotchlari, shtob mana bu narsani yopishtirish uchun, aradan ip tortish uchun va o'zini zapasnoy bitta yana klyonkasi chiqadi. Aka, bilaman, siz ham cho'joy udarlaringizni to'g'rilamoqchisiz. Luboy joydan urganingizda tushagan qilmoqchisiz. Agar qiziq bo'lsa, shu trafaretimiz, siz kommentariyaga bitta plus belgisini qoldiring. Men o'zim sizga hamma narsani tashlab yuboraman. Ichida videosi bor, qo'llanmalar, narxlari hammasini birgalashib tashlab yuboraman.